Assalomu alaykum. Bugun bizning jonli efirimizning mavzusi Klimks, ya'ni muddatdan ilgari tuxumlar zaxirasini kamayishi va bunaqa holatda homilador bo'lish uchun nimalarga ahamiyat berishimiz kerak. Shu haqda jonli efirni rejalashtirdik, niyat qildik. Inshaalloh hamma uchun foydali bo'ladi. Mani kuzatuvchilarim biladi. Mani otim Qobilova Nilufar Abdurahimovna, reproduktolog, ginekolog. Yangi qo'shilganlar bo'lsa, albatta tanishishimiz kerak bo'ladi. Bu iloji boricha men mediada, Instagramda o'z faoliyatimni yurg'izaman, YouTube'da, Telegramda va reproduktolog.uz degan saytim bor. U yerda bemalol foydali maslahatlarni olishingiz mumkin. Iloji boricha hamma mavzularni o'zbek tilida tushunarli holatda yoritib berishga harakat qilaman va albatta sizlardan kelgan savollar natijasida sekin-asta jonli efirlarni o'tkazyapmiz. Bilasizlar, oldin o'tkazgan jonli efirlarim polikistoz haqida bo'lgan. Yoshartirish, tuxumlarni yoshartirish, PRP egzosomani kimlarga qo'llash mumkin haqida, adenomioz haqida, endometrioz haqida jonli efirlarim bo'lgan. Albatta, agar oldin kuzatmagan bo'lsanglar, bularni ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Chunki u yerda ham juda foydali maslahatlar berilgan. Sekin-asta boshlaymiz. Bugun yarim soatlik, xudo xolasa, chiroyli jonli efir o'tkazamiz. Mavzuyimiz aytib o'tganimdek, muddatdan ilgari Klimks, ya'ni tuxumlar zaxirasini kamayishi. Bunga izoh beradigan bo'lsak, oldinlari Klimks asosan reproduktiv yosh o'tgandan keyin 45 yoshdan keyin sekin-asta boshlagan bo'lsa, bu holat yashash turmush tarzi, ekologiyani ta'siri ostida sekin-asta oldinga surilib boryapti. Ya'ni 35 yoshdan oldin tuxumlar zaxirasini kamayib ketishi biz asosan erta Klimks deb ataymiz. Erta Klimksning sabablari ikki xil bo'lishi mumkin. Bu orttirilgan yoki tug'ma. Orttirilganga asosan qandaydir o'tkazilgan qorin bo'shlig'idagi operatsiyalar, ya'ni tuxumdonni bir qismini olib tashlash, masalan, kista hisobiga, endometrioid kista hisobiga. Umuman qorin bo'shlig'ida qandaydir operatsiyalar o'tkazganimizda ham tuxumdonga boradigan qon tomirlarining jarohatlanishi hisobiga tuxumdonda oziqlanishi buzilib, u ham erta Klimksga olib kelishi mumkin. Bu orttirilganlarga kiradi. Tug'maga asosan genetik kasalliklar, ya'ni ona qornida rivojlanayotganda, qiz bola rivojlanish davrida onada qandaydir mineral yetishmovchilik yoki stress holati yoki psixologik holatlarida qandaydir travmalari bo'lsa, bu qiz bolaga ta'sir qilishi mumkin va unda masalan qiz bolada XX xromosoma bo'ladigan bo'lsa, ba'zi holatlarda bitta X bilan tug'iladi, ya'ni bittasi yo'q bo'ladi. Shuni hisobidan bu yerda nafaqatgina erta Klimks, umuman hayz vaqt kelmaslik holatlari, ya'ni tuxumdon yaxshi rivojlanmagan holatlari yuzaga kelishi mumkin. Orttirilganga keladigan bo'lsak, faqatgina operatsiya emas, bizada umumiy masalan autoimmun kasalliklar bo'lsa organizmda, unday holatda ham tuxumlar zaxirasi keskin kamayib ketadi. Yaqinda Ramazon oyida bitta tuxumlar zaxirasi kam bo'lgan bemorimiz tabiiy homilador bo'lgan edilar. Aynan ularda autoimmun tiroidit, ya'ni nomi bilan, avtor nomi bilan aytadigan bo'lsak, Hashimoto kasalligi, o'ziga qarshi qalqonsimon bezi o'ziga qarshi kurashib ketgan, antitelalarini tekshirganimizda 1000 dan oshiq bo'lgan va bu bemorimizni endokrinolog bilan birgalikda davo choralarini o'z vaqtida qilib, 3 oyni ichida 4-oyga уже homiladorlik yuzaga keldi. Lekin plan tuzilgan paytda har doim bemorlarim murojaat qilganda men aytaman, sizda tuxumlar zaxirasi kam, lekin turmush qurganingizga 1 yil bo'lganini hisobga olib, tabiiy bo'lishingiz uchun yordam beriladi. Lekin u 1 yillab emas. Ya'ni ma'lum bir vaqt belgilanishi kerak.
agar siz buni 1 yil 2 yillab davolaydigan bo'lsangiz, qo'lingizdagi bor tuxumdan zaxirasi ham kamayib ketishi mumkin. Ya'ni bitta shu bemorimni misolida sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Ularda kelgan paytlarida hayzlari umuman mustaqil kelmasida, tashqaridan Femaston tabletkasini ichib hayz keltirardilar. Shu darajada qalqonsimon bez faoliyati o'zini yemirgani bilan tuxumdondagi zaxirani ham yemirisha boshlagan va ultratovush orqali ko'rganimizda biz 2-3 folikul ko'rganmiz. Keyinchalik Femaston tabletkasidan chiqardik, qalqonsimon bez faoliyatini yaxshiladik. O'sha autoimmun holatlari uchun autoimmun protokolga bog'liq bo'lgan dietani qo'lladik. Chunki ichaklarda yallig'lanishni pasaytirganimiz hisobiga antitelalar pasaydi va Femastonsiz hayzlari kelishni boshladi. Hattoki folikulometriya qilganimizda folikulalari mustaqil o'sishni boshladi. Bemorimiz haqiqatan o'zlari ham nima deydi, hayron qoldilar, chunki nechta vrachga borgan bo'lsam, bo'ldi, siz klinikdasiz, hattoki eko ham yordam bermaydi degan fikrlar aytilgan. To'g'ri, agar haqiqatdan bu narsani yechimiga qaratilgan davo choralarini qilmasalar, klinikasi eng anaqasiga, ya'ni 23 yoshda 45 yoshlik tuxumdon zaxirasini ko'rganmiz-da ularda. Xuddi shunga o'xshab har doim tashxisni birinchi qo'yganimizdan keyin bu tashxis bo'yicha nima qila olaman degan savol bilan murojaat qilganda bemor va u berilgan tavsiyalarni o'z ustida ishlaganda biz ko'proq natijaga erishamiz. Qachonki kelgan bemorlarimiz, juftliklar, meni ayolim nima qilish kerak, meni turmush o'rtog'im nima qilish kerak deb bosh qotiradigan holatda, ya'ni o'z ustida ishlamasdan tashqaridan ayb qidirib, tashqaridagi sabablarni yechishga, ya'ni kontrol qilishga qaratilganda bu yo'l biroz uzayadi va asab ham chidamaydi. Ya'ni har doim aytaman, birinchi navbatda bu yo'lda menga tushgan vazifa nima degan juftliklarim tez homilador bo'ladi. Iloji boricha atrof muhit emas, o'zimizga tushgan ishni, vazifani va o'zimizga bog'liq bo'lgan narsalarni kontrol qilishga harakat qilishimiz kerak. Bir vaqt o'zida tavsiya qilingan, reproduktolog tavsiya qilingan har bitta tavsiyalarni o'z vaqtida bajarishimiz kerak. Endi shu orttirilgan tuxumdon zaxirasini tez kamayishlariga keladigan bo'lsak, birinchi aytib o'tganimdek, bu autoimmun kasalliklar. Ba'zi holatlarda kichik yoshda revmatizm, ya'ni anginani o'z vaqtida davolamaslik ham bu o'z navbatida stafilokok infeksiyasini gipofizda ishlab chiqaradigan FSG, LG gormonlarning hujayralariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Asosan bar o'zimni bemorlarim bilan misolida aytaman. Kelganda albatta so'rayman, kichkinaligingizda revmatizm o'tkazmaganmisiz deb so'rayman. Chunki bu davolanmagan bo'lsa, keyinchalik shu autoimmun kasalliklarning rivojlanishiga va tuxumdon zaxirasining kamayishiga, ya'ni tuxumdon bilan bosh miyadagi gipofizi bog'liqligini buzadi. Va qarabsizki, aslida umuman reproduktiv tizimga, ya'ni tuxumdonga bog'liq bo'lmagan holda revmatizmning nima aloqasi bor, stafilokok nima aloqasi bor deb onalari ham so'rashadi. Aslida o'sha imенно FSG, LG gormonni ishlab chiqaruvchi gipofizga bu infeksiyalar salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kichik yoshda o'tkazilgan virusli kasalliklar og'ir o'tkazilsa, ya'ni temperaturani uzoq muddat ushalib turishi, yaxshi qaralmasligi hisobiga bu ham tuxumdonda zaxirani kamayishiga olib keladi. Endi katta yosh bo'lib turib, birdaniga tuxumdon zaxirasi qachon kamayadi? Qachonki ichaklarda yallig'lanish davom etayotgan bo'lsa. Ba'zi holatlarda biz bemorlarimizdan so'raymiz, siz sut mahsulotlarini ichganingizdan keyin ichingiz dam bo'ladimi, ichingiz ketib qoladimi deb so'raymiz. Ya'ni hazm qilish tizimida sut mahsulotlariga bo'lgan fermenti kam bo'lsa ham organizmda surunkali yallig'lanish bo'ladi. Bu sizlarga tushunarli bo'lishi uchun mana xuddi bitta shaharchani oladigan bo'lsak, shaharchani bitta rayonida g'alayon ko'tarildi, masalan, urush ketayotgan bo'lsa, butun qolgan rayonlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xuddi shunga o'xshab bizning vujudimizda, masalan,
tomog'imizda yallig'lanish ketayotgani umuman pastga aloqasi yo'q deb bo'lmaydi. Bu yerdagi yallig'lanishga organizm kuch sarflaydi va reproduktiv tizimga hozir kerak emas, hozir homilador bo'lishi shart emas, hozir tuxumdonlar ishlashi kerak emas deydi. Chunki sizda tomog'da, og'iz bo'shlig'ida karislar, milklarni shamollashiga kuch o'sha yoqqa sarflanadi. Qayerda yallig'lanish bo'lsa, bizani organizm shunaqa mukammal tuzilganki, o'sha yerga askarlarini jo'natadi, ya'ni immun sistemani kurashuvchi hujayralarni jo'natadi, oqsillarimizni, zaxiramizni ana o'sha joyga jo'natib, u yerdagi yallig'lanishga qarshi kurash ketadi va bu holatda reproduktiv tizim so'nadi. Shunga agar sizda masalan shunaqa tashxis qo'yilayotgan bo'lsa, faqatgina fokusingizni tuxumdonga emas, uni atrofida joylashgan ichakka, jigarga, ularning faoliyati buzilmaganmi? Hattoki o'sha aytib o'tganimdek, og'iz bo'shlig'idan boshlanadi. Og'iz bo'shlig'ida tishlarda karies bo'lsa, milklarda shomallash bo'lsa, milklarda kistalar bo'lsa, albatta ularni o'z vaqtida davolashingiz kerak bo'ladi. Chunki hali aytib o'tganimdek, bizani immun sistemamizning askarlari hamma kuchini shu yerga sarflaydi. Pastga kuch sarflash kerak emas deb aytadi. Demak, birinchi tavsiyam surunkali yallig'lanishga oid bo'lgan o'choqlarni hammasini yo'qotishga, ya'ni to'g'ri vaqtida davolashga qaratilishi kerak. Ikkinchisi bu to'g'ri bizada masalan ayollar unaqa ko'p sigaret, nos chakmaydi, lekin bir vaqt o'zida mana shu sigaret chakuvchi atrofida yashash o'zi tutunidan tutunidan nafas olishi o'zi og'ir metallar bilan zaharlanishga olib keladi. Va bu og'ir metallar ko'pincha mana shu bezga o'xshagan hujayralarda, ya'ni qalqonsimon bezda, oshqozon osti bezida, tuxumdon ham o'z navbatida bezga o'xshagan narsa. O'sha yerda og'ir metallar cho'kadi va u faoliyati sustlashishni boshlaydi. Ya'ni iloji boricha sigaret tutunidan uzoq turishimiz kerak. Uchinchisi bu toksinlar. Toksinlar qayerdan keladi? Masalan, sifatsiz makiyaj narsalardan foydalanish, masalan, krem, bo'yoqlar, lak, qo'lga suriladigan laklar. Umuman bularni sifatiga diqqat qilinishi kerak. Agar sifatsiz narsadan foydalanadigan bo'lsangiz, u yerda soxta psevdo estradiolga o'xshash moddalar bor va bu sizdagi tuxumdondagi retseptorlarga salbiy ta'sir ko'rsatib, tuxumdonni tezroq so'nishiga olib keladi. Ya'ni ximikatlardan maksimal darajada uzoq turish kerak. Ya'ni har doim aytib o'tganimdek, tabiatga yaqin, yaratilish fitratiga yaqin ishlarni qilishimiz kerak. To'rtinchisi, sizni organizmingizda qandaydir minerallar yetishmovchiligi bor bo'lsa, ana bular ham tuxumdonda qon aylanishini yomonlaydi. Masalan, oddiy vitamin D. Asosan hammaga tekshirtiradigan vitamin D ham nimaga tekshirtirasiz? Menda zotan past deb aytishadi. Lekin aytib o'tgandek, davolovchi dozasi bor, terapevtik dozasi bor. Sizni holatingizda agar men terapevtik doza emas, faqatgina profilaktik dozani beradigan bo'lsam, o'sha effektni ola olmasligimiz mumkin. O'shaning uchun ba'zi holatlarda sizda qo'lingizda agar analiz bo'lmasa, albatta uni topshirib, sizga kerakli bo'lgan dozada berish. Ya'ni misol tariqasida sizlarga tushuntiradigan bo'lsak, siz keks qilmoqchisiz va keks retseptida masalan bitta paketik soda solinishi kerak deyilayotgan bo'lsa, siz yarim qoshiq soladi, ya'ni bir qoshiq emas, yarim qoshiq soladigan bo'lsangiz, o'shanga yarasha keksiz yaxshi shishib chiqmaydi, puchayib qoladi. Xuddi shunga o'xshagan holat. Sizda agar vitamin D ni siz yetarli dozada ichmayotgan bo'lsangiz va ichaklaringizda yallig'lanish bo'lib, u yaxshi so'rilmayotgan bo'lsa, siz ichayotgan dabavkadan foyda ko'ra olmasligingiz mumkin. Ya'ni hammasi bir-biriga bog'liq holda o'z ishini to'ldiradi. Bu bitta vitamin D haqida aytdim. Endi umumiy oqsilga keladigan bo'lsak, umumiy oqsillar pastligi ham bizada tuxumdonda faoliyatini buzilishiga olib keladi. Bu qanaqa?
Umumiy oqsilimiz asosan bizani transport vazifasini bajaradi. Ya'ni bosh miyada ishlab chiqarilgan gormonlarni tuxumdongacha borib, retseptorlarga ta'sir qilishi uchun unga transport vazifasi kerak. Ya'ni avtobus yoki o'sha marsrutka vazifasini oqsil bajaradi. Agar sizda umumiy oqsilingiz past bo'ladigan bo'lsa, bu bir-biri bilan bo'lgan kontakt buziladi va o'z navbatida bu tuxumdonlarni aytib o'tgandek faoliyatini pasayishiga va muddatdan ilgari klimaksga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun albatta organizmda qaysi mineral yetishmovchiligi bor, gemoglobin pastligi bormi? Mana yaqinda ham storiesda qo'ydim. Oddiy oshqozonimda hazm qilishim qiyin dedilar va gemoglobinlarini tekshirganimizda 84 chiqdi. Gemoglobinlarini gematolog bilan birgalikda ham ichaklar faoliyatini yaxshilaganimizdan keyin 2-oyga homilador bo'lib keldilar. Ya'ni har doim ham o'sha nima deydi, bitta fokusga qarab turib emas, butun bitta vujud holatida biza organizmimizga nima deydi, diqqat qilishimiz kerak bo'ladi. Endi autoimmun kasallikka aytdim. O'tkazilgan operatsiyalarda albatta masalan ko'pincha endometrioz kasalliklarida katta kistalarni olib tashlaganda faqatgina o'sha kapsulaning atrofiga baribir kirilganda atrofdagi sog'lom to'qima ham bir qismi ketishi holati bo'ladi va bu o'z navbatida erta klimaksga olib kelishi mumkin. Shu sababdan endometrioz kasalligi bo'lgan bemorlarimizda biz aytamiz, birinchi navbatda reproduktolog bilan maslahatlashing. Sizni holatingizda birinchi homilador bo'lish uchun harakat qilib, kerak bo'lsa eko qilib, tuxum hujayralarini terib olib, keyin operatsiya qilish kerakmi yoki birinchi operatsiya qilish kerakmi? Buni qarorini aynan sizni tuxumdan zaxirangizga qarab turib, turmush qurganingizga qancha bo'lganligiga va turmush o'rtog'ingizni urug' analiziga qarab turib sizga reja tuziladi. Ya'ni har doim reproduktolog siz agar homiladorlikni rejalashtirayotgan bo'lsangiz va sizga tuxumdan zaxirasi kamaygan degan tashxis qo'yilgan bo'lsa, bu yerda shoshish kerak emas. To'g'ri diagnozni qo'yganimizdan keyin to'g'ri rejani tuzishimiz kerak. Chunki menda bitta bemorim bo'lgan, endometrioz operatsiyasini 4 marta o'tkazganlar va meni oldimga kelganda tuxumdondan umuman to'qima qolmaganligi va faqatgina tashqaridan gormon orqali hayzlarni keltirish darajasiga borganlar. Ya'ni qaysidir darajada vaqtida biza o'sha joyi ushab ozgina tuxumdon to'qimasi qolgan bo'lsa ham o'shandan foydalanib homilador bo'lishlariga yordam berishimiz kerak bo'ladi. Endi hujayra anaqasida qaraydigan bo'lsak, qarishi faqatgina masalan tuxumdonda qarish bo'lmaydi. Umuman ayol kishini yoshi kattalashgan sari hamma a'zolarda sekin-asta qarish jarayoni yuzaga keladi. Lekin bu jarayonni sizlarga soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, ya'ni kattada emas, kichkinada tushuntiradigan bo'lsak, hujayra holatida hozir misol qilib aytaman. Bitta hujayraning ichida energiyani ishlab chiqaradigan organellasi, ya'ni qanatsam ekan, bitta a'zosi bu mitoxondriya hisoblanadi. Ayol yoshi kattalashgan sari mitoxondriyalarning soni va sifati kamayishni boshlaydi. Bu mitoxondriya bizga energiya bergani uchun hujayraning bo'linish jarayonlari, hujayraning ichidagi yadrosidagi informatsiyani keyingi bo'lingandan keyingi hujayraga o'tkazish jarayonida mitoxondriyaning agar faoliyati sust bo'lsa, yarimchala o'tadi. Buni bitta misol qilib tushuntiraman hozir, chunki bu yerda hozir meditsinskiy anaqa qilib aytadigan bo'lsam, tushunishimiz biroz qiyin bo'ladi. Masalan, sizni qo'lingizda bitta retsept bor, qaysidir ovqatni pishirish retsepti bor va siz o'sha retsept daftaridan foydalanasiz. Har safar foydalanganingizda o'sha bir chekkaga olib qo'yib, narsani pishirishda ustiga bir narsa to'kiladi, yog' to'kilishi mumkin, suv to'kilishi mumkin. Natijada siz o'sha qog'ozingizni bir qismi yirtildi yoki yog' to'kilib yozilgan narsalar o'chishni boshladi va qarabsizki, siz masalan 2 yildan keyin o'sha retsept qog'ozini ochsangiz,
yarimchala retsepti bir qismi yo'q masalan. Bir qismi bor, bir qismi yo'q. Va siz bunga qarab narsa pishiradigan bo'lsangiz, aynan 2 yil oldin pishirgan narsani ola olmasligingiz mumkin. Xuddi shunga o'xshab, bizani mitoxondriyalarimiz agar sust bo'lsa, keyingi etapdagi hujayralar bo'linishiga informatsiyani to'g'ri yetkazib bora olmaydi. Ya'ni 2 yildan keyin siz o'sha retseptdan foydalanaman deydigan bo'lsangiz va u retseptni qaysidir qog'ozlari yirtilgan bo'lsa, siz o'sha narsani chiqara olmasligingiz mumkin. Hujayrada ham xuddi shunga o'xshash jarayon ketadi. Ya'ni sizni mitoxondriyalaringiz kuchi sustlashadi va keyingi hujayraga yaxshi yetib bora olmaydi informatsiya. Endi buni oldini olishimiz uchun nimalar qilishimiz mumkin? Hozirgi paytda mitoxondriyani faoliyatini yaxshilash uchun preparatlar chiqqan. Bulardan bittasi bu koenzim preparati hisoblanadi. Ya'ni boshqacha nomi bu yoshartiruvchi preparat hisoblanadi. Bu preparat bo'yicha bir qancha ilmiy ishlar qilingan va bu ilmiy ishlarda tekshirilganda haqiqatan ham foydasi ko'rilgan. Faqat buni ham hali aytib o'tganimdek, vitamin D ga o'xshab dozasini to'g'ri tanlashimiz kerak. Ya'ni mitoxondriyani faoliyatini yaxshilovchi preparat hisoblanadi. Ikkinchi preparatimiz bu DHA deb aytiladi. Bu haqda ham bir qancha ilmiy ishlar qilingan, foydasi bor, foydasi yo'q degan xulosalar kelgan, lekin ko'pi foyda ko'rilgan holat. Bunda ham albatta dozasi muhim hisoblanadi. Sizni tana vazningizga, umumiy holatingizga, gemoglobinlaringizga qarab reproduktor buni dozasini albatta tanlab beradi sizga. Bu preparatlar haqida edi. Endi tuxumdan zaxirasini kamayib ketayotganini biz qanday tekshiramiz? Albatta bu holatda biz ultratovush orqali antral follikularning sonini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Iloji boricha buni hayz 2 yoki 3 kuni ko'rganimiz yaxshiroq. Sababi dominantni follikul hali bo'lmaydi va biz to'liq tuxumdonni hamma atrofini ko'ra olamiz. Dominant follikul o'sgandan keyin uni atrofini ko'ra olmay qolishimiz mumkin. Birinchisi bu antral follikularni o'lchash. Antral follikular bu 10 mm dan kichik bo'lgan follikular. Agar sizda 4 tadan kam bo'lsa, demak sizda уже tuxumdan zaxirasi kamaygan hisoblanadi. Ikkinchi tekshiruv bu hayz 2 yoki 3 kuniga FSG, LG va estradiol gormonlarini albatta ko'rish. Bular ham normada FSG, LG 10 dan past bo'lishi kerak. Agar undan baland bo'ladigan bo'lsa, bu ham уже sizga signal berayotgan bo'ladi. Sizda tuxumdan zaxirasi kamayyapti degan. Va belgilariga keladigan bo'lsak, sizda qanaqa belgilari bo'lishi mumkin? Hayz siklini qisqarishi, ya'ni 21 kundan kam holatda kelishi, 18-17 kuniga, ya'ni siklda ovulyatsiya bo'lmayotganligi hisobiga anovulator qon ketishlar yuzaga kelishi mumkin. Ba'zi holatlarda umuman vaqtida kelmasligi, 2-3 oylab ham hayz kelmayapti degan shikoyatlar ham bo'lishi mumkin. Faqat umuman kelmayapti deganda biz boshqa tashxislar bilan farqlab olishimiz kerak. Masalan, polikistoz kasallikda ham vaqtida kelmasligi mumkin, lekin ularning zaxirasi juda ham ko'p bo'ladi. Yana bitta holat bor, umuman hayzim dorisiz kelmaydi degan, u gipogonadotropniy gipogonadizm deb aytiladi tibbiyotda, ya'ni gipofizda follikularni stimullovchi gormonni ishlab chiqaruvchi hujayralarni yo'qligi. Tuxumdonda follikular bor, lekin ularni turtkilovchi gormon gipofizda ishlab chiqarmaydi. Ularda ham masalan biz tashqaridan gormon berib homilador bo'lishga yordam berishimiz mumkin. Ya'ni umuman hayz kelmaydi deganda har doim ham klimaks boshlandi deb bo'lmaydi. Uni reproduktologlar zif diagnostika qilib berishadi sizlarga. Va hayz qonini miqdoran kamayish holatlari belgilaridan biri hisoblanadi. Endi nimaga ahamiyat berishimiz kerak? Birinchi navbatda o'sha yoshartiruvchi, aslida bizani o'zimizni vujudimizda Alloh bizani yoshartirib turuvchi gormonlarimiz ham yaratgan. Bulardan bittasi bu melatonin gormoni hisoblanadi va melatonin gormoni asosan qorong'u tushgandan keyin bizada sintezlanishni boshlaydi. Shu sababdan uyqu soatlarimizni va sifatini yo'lga qo'yishimiz kerak. Harakat qilganimizda ham bizning mitoxondriyalarimiz yengitdan ishlashni boshlaydi.
O'shaning uchun masalan 5000 qadam, 10000 qadam yuring deganimizning sababi bizni ichki energiyamizni to'g'ri taqsimlay olish mexanizmini yurg'izgan bo'lamiz. Bu 3-chi tavsiya, ya'ni surunkali yallig'lanish o'choqlarini yo'qotish, uyqu soatini yaxshilash, kerak bo'lsa o'sha qo'shimcha dabavkalardan foydalanish kerak bo'lsa dozasini to'g'ri tanlagan holda foydalanish va reproduktolog tarafidan nimalar qilishimiz mumkin? Bitta siklni o'zida 2 marta stimulyatsiya, ya'ni duostim deydi. 2 marta stimulyatsiya qilib, iloji boricha tezroq tuxum hujayralarini olishga harakat qilinadi. Normada biza bitta siklda 1 marta stimulyatsiya qilib to'xtatadigan bo'lsak, tuxumdan zaxirasi kamayayotgan bemorlarda bitta siklda 2 marta, ya'ni follikulyar fazada va lyuteillovchi fazada stimulyatsiya tavsiya qilinishi mumkin. Va hozirgi paytda mana 2023 da ilmiy ishlar qilishni boshlashdi. PRP, egzosoma bo'yicha bu o'sha tuxumdonlarga trombositlarga boy bo'lgan massani jo'natib, ularda uxlab yotgan follikularni uyg'otish, ya'ni u yerda follikul ko'paytirib berish emas, uxlab qolgan holatni uyg'otish uchun foyda berganligi haqida ilmiy ishlar sekin-sekin natijasini beryapti. Ya'ni PRP muolajasi ham yordam berishi mumkin. 5-chi tavsiya, agar qabziyat holatlari bo'lsa, ya'ni mikroflora muhim. Mikroflorani biz nima deymiz? Tashqi muhit. Mana siz qanaqa tashqi muhitda yashayotgan bo'lsangiz, o'shanga yarasha sizni ish faoliyatingiz ham yaxshi bo'ladi. Bizani ichki muhitimiz, mikrofloramiz agar yomon bo'ladigan bo'lsa, hujayralarimiz tezda qarishga qarab ketadi. O'shaning uchun qabziyat bo'ladigan bo'lsa davolash kerak. Qandaydir ajralmalar bo'ladigan bo'lsa, albatta unda femoflor analizi topshirib, u yerni florasini yaxshilashimiz kerak bo'ladi. Yarim soat ham bo'pti. Mana shu tavsiyalarim iloji boricha bunaqa holatda, ya'ni tuxumdan zaxirasi kamayganda uzoq muddat 1 yil, 2 yillab emas, 2 oy davomida tuxumdan zaxirasini sifatini yaxshilovchi preparatlarni qilib, agar shuni fonida homiladorlik yuzaga kelmasa, keyin eko muolajasiga o'tish tavsiya qilinadi. Chunki har oydan oyga tuxumdan zaxirasi sekin asta kamayishi yana ham kuchayib boradi. Inshaalloh sizlarga foydali bo'ldi deb umid qilaman. Jonli efirni uzatishni yaxshi ko'rmayman, chunki iloji boricha keyinchalik, mana hozir ko'rganmiz, keyinchalik ko'rganda ham qiynalmasin. Agar yana qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, yozma ravishda javob berishga harakat qilamiz. Jonli efiri tagida o'zingizlarni izohida yozib qoldirishinglar mumkin. Va aytgan tavsiyalarni albatta bir qaytadan yana bitta ko'rib, men shu ishlarni qilyapmanmi? Shu ishlarni qilmayotgan bo'lsam nima qilishim kerak? Ya'ni menga tushgan vazifani o'z vaqtida bajarishim kerak degan qandaydir mas'uliyatni o'z bo'yningizga olishingiz kerak. Bu mas'uliyatni siz bo'yningizga olmasangiz, uni na sizni turmush o'rtog'ingiz, na vrach yordam bera oladi. Ya'ni birinchi navbatda inson o'zini tanishi kerak va o'zini quloq sola olishi kerak. Qatimda nima bo'lyapti va bu bo'layotgan jarayonda men nimaga shu narsani bo'lishida nimasida ishtirok etyapman. Shu narsalarga diqqat qilishingiz kerak bo'ladi. O'sha nimalarga ahamiyat berish kerak erta klimaksni oldini olish deganda uyquga, surunkali yallig'lanish bo'lsa organizmda albatta ularni o'z vaqtida davolashga va sizda qandaydir mineral yetishmovchiligi, gemoglobin pastligi holatlari bo'ladigan bo'lsa, albatta ularni o'z vaqtida bartaraf etishingiz kerak bo'ladi. Mana bemorimiz yozganlar, mana FSG ilgilarim baland, ya'ni agar 10 dan baland bo'layotgan bo'lsa va sizda 4 ta 5 ta follikul ko'rilayotgan bo'lsa, bunda albatta maksimal agar menga murojaat qiladigan bo'lsangiz, 2 oy ichida tabiiy homiladorlik yuzaga kelishi uchun harakat qilinadi va bir vaqt o'zida sizda qandaydir mineral yetishmovchiliklarni o'z vaqtida davolab turib, homiladorlik yuzaga kelmasa, eko jarayoniga o'tish tavsiya qilinadi. Chunki
hozirgi paytda eng samaradorli usuli yuqori bo'lgan davo chorasi bu eko hisoblanadi. To'g'ridan to'g'ri kelgan bemorga srazu eko tavsiya qilmaymiz. Ko'p so'rashadi. Men endi eko klinikaga borsam, ekodan boshqa hech narsa qilmaysizmi deyshadi. Yo'q, sizni qancha turmushingizga qancha bo'lganligi, turmush o'rtog'ingiz urug'i, bachadonlaringiz ochiq, naylari ochiq bo'ladigan bo'lsa, imkoniyat beriladi. Tabiiy homilador bo'lish uchun. Lekin 1 yillab emas. Maksimum 3 oy. 3 oy ichida bo'lmasa, sekin o'tish kerak. Keyingi etap davolash etapiga o'tish tavsiya qilinadi. Shu bilan jonli efirimizni yakunlaymiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr.